Assalomu alaykum. Men YTT ochgan edim. Uni o'zini o'zi band qilishga, o'zgartirishga bo'ladimi? Zo'r savol bu ham do'stlar. O'zini o'zi band qilganlarning faoliyat turlari bor. 72 ta faoliyat turi bor. Agar siz o'sha 72 ta faoliyat turidan qaysidir biri sizga to'g'ri kelsa, o'zingizning faoliyat turingizga ha, bo'ladi. YTTni yopasiz va o'zini o'zi band qilgan holatda boshqatdan ochsangiz bo'ladi. Lekin u yerda yo'q. Tasavvur qiling, YTT faoliyat turida bor. Ya'ni 72 ta faoliyat turida yo'q, lekin yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyat turlarida bor. Unda siz YTT qilib ishingizni davom qildirishga majbursiz do'stlar. O'sha joyga e'tiborli bo'lamiz. Men sizlarga izohlarda 72 raqamini qoldirsangiz, o'zini o'zi band qilganlarning faoliyat turlari va yakka tartibdagi tadbirkorning qanday faoliyat turlari bilan shug'ullansa bo'ladi, shular haqida Telegram kanalimda sizlar uchun ma'lumot tashlab qo'yganman. O'sha ma'lumotni qo'lga kiritasiz. 72 raqamni qoldiring va men sizlarga avtomat bu ma'lumotlarni jo'natib qo'yaman. Rahmat, sog' salomat bo'ling.